Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Muhtaram ahli islom, ma'lumki bir necha kundan buyon dunyo xalqlarini tashvishga solib, dunyoni 160 dan ortiq mamlakatiga kirib borgan koronavirus degan illat yurtimizni ham chetlab o'tmadi. Alloh subhanahu va taoloning sinovi yurtimizda bir necha yurtdoshlarimizni ham mana shu illatga, shu dardga chalingani ma'lum bo'ldi. Va bu Allohning imtihoni, sinovi albatta. Bunday paytlarda biz mo'min musulmonlar qanday yo'l tutmoqimiz kerak? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizga o'zi ta'lim berar ekan, Astaizu billah vasta'inu bis-sabri vas-solah. Sizlar Allohdan sabr va namoz ila panoh tilanglar deb Alloh taolo marhamat qilgan. Yana Qur'oni Karimda shunday oyat karima keladi. Shuro surasining 30-oyatida Astaizu billah va ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Sadaqallohul azim. Mana bu oyat karimada Alloh subhanahu va taolo xitob qiladiki, ya'ni insonlarni, sizlarni nimaiki boshingizga bir musibat kelsa, o'z qo'llaringiz ila kasb qilganingiz sababidandir. Ya'ni o'z qilmishlaringizdan boshingizga bir musibat kelur. Alloh ko'pgina gunohlarni, xatolarni afu etib turur deb marhamat qilgan. Demak, bugungi kunda mana yurtimizda keng qamrovli tushuntirish, targ'ibot ishlari ketyapti. Bunday paytda inson nima qilmoqi kerak? Avvalo, mana har kuni tibbiyot xodimlari tavsiyasiga binoan tozalik, poklik, inson imkon darajasida o'zini pokiza saqlamog'i, oshiqcha narsalardan, bid'at xurofotlardan tiyilib turmog'i, mana mutaxassislarning bergan tavsiyalariga mutlaq rioya qilmog'i lozim bo'ladi. Agar mana shu ko'rsatmalarga, mana shu tartib qoidalarga rioya qilmasa, inson o'z qilmishidan o'zini boshiga tashvish keltirib qo'yishi muqarrar. Dinimiz 14 asrdan buyon mo'min musulmonlarni poklikka chaqiradi. Bunyal islamu ala nazofa, ya'ni payg'ambar alayhissalom muborak hadis shariflarida islom poklik uzra bino qilingandir deb marhamat qildilar. At-tuhuru shatrul iymon. Poklik iymonning yarmidir. Demak, inson Alloh va uning rasuli buyurganidek poklikka, tozalikka rioya qiladigan bo'lsa, albatta u shunday balolardan, vabolardan, turli xil illatlardan xoli bo'lishi bu muqarrar. Hadis shariflarda poklik haqida so'z ketar ekan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam alaykum bis-siwak. Mana birgina sunnat. Misvakni lozim tutinglar. U o'limdan boshqa hamma narsaga davo degan edilar. Mana haqiqatan inson mana shu misvak ishlatib birgina sunnatni ihyo qilishi bilan, qoyim qilishi bilan qanchadan qancha kasalliklardan omonda bo'ladi. Dinimiz poklikka shu darajada ahamiyatliki, hatto dunyodan o'tgan insonni xushbo'y suvlarda yuvib, uni xushbo'ylantirib mayitni oppoq matolarga o'rab oxiratga kuzatamiz. Birgina bu dunyoda rizqi nasibasi tugagan, vafot qilgan insonga shunday munosabat endi tirikka qanchalik bo'lish kerak? Hayot bo'lgan inson poklikka qandayin ahamiyatli bo'lishi kerak? Bunday illatlar, bunday tashvishlar, bunday dardlar har davrda o'ziga xos ko'rinishda bo'lib kelgan. Bundan xalqimizga tavsiya shuki, hech qanday tahlikaga, vahimaga tushmaslik kerak. Allohning yuborgan bir dardi. Yana bir narsaki, islomda bir dardni, kasallikni siroyat qilib ikkinchi bir odamga o'z-o'zidan yuqishi yo'q. Bizning e'tiqodimiz shunday. Illo Alloh bir insonni taqdiriga bitib qo'ygan bo'lsa, har qanaqangi harakat bo'lmasin, u insonga shu kasal yo'liqadi, shu kasalga kasallanadi. Agar taqdirida bo'lmasa, o'sha kasal bemorlarning orasida, ichida yurgan bilan ham, demak bu kasaldan odam uzoqda bo'ladi. Shuning uchun dinimiz ko'rsatmalariga amal qilib, sabr bilan, vazminlik bilan, inshaalloh dinimiz ko'rsatmalariga rioya qilish bilan albatta bu kasalni biz yengib o'tamiz. Yana sabr haqida so'z ketganda shunday narsaki, payg'ambar alayhissalom hadis sharifda aytadilar, haqiqiy sabr musibatni avvalgi vaqtida bilinadi. Mana shu illat yurtimizga kirib kelgan kundagi dastlabki holatlarda mana bir sinov bo'ldi. Kimlar bu sinovdan muvaffaqiyatli o'toldi, kimlar esa yo'q. Alloh taolo esa Qur'oni Karimda va bashiris sobirin. Ey Habibim, siz bu sinovlardan muvaffaqiyatli o'tgan kishilarga
bashorat bering, xursandchilik xabarini yetkazing deb marhamat qilgan edi. Mana misol uchun ayni shu illat kirib kelgan kunlarda ayrim nafsiga tobe bo'lgan insonlar bozorlarda narx-navoni oshirib, o'zini nafsi yo'lida qanday bir xunuk ishlarni ham qildilar. Arzimas narsalarni narxini oshirib, mu'min musulmonlarga, xalqimizga qiyinchilik, mashaqqat ham tug'dirdilar. Lekin ana shunday kunlarda ayrim iste'mol mollarini qimmat narxga sotib olib, arzon narxga sotgan oliyjanob insonlar ham bo'ldi. Ayrim narsalarni himmat qilib, xayrot qilib odamlarga tekindan tekin tarqatib bergan insonlar bo'ldi. Payg'ambar alayhisolamning huzurlariga kelib, bir sahobiy ikrom, ey Allohning rasuli, dunyoda eng afzal ish qaysi? Al-imanu billah, Allohga iymon keltirmoq. Undan keyin qaysi amal deb so'raganida Payg'ambar alayhisalom idxolus surur alal mu'min, mo'minni ko'ngliga xursandchilik ulashmoq, musulmonni xursand qilmoq eng yaxshi ishdir deb marhamat qilganlar. Demak, ana shunday imtihon kunlarini dastlabki davrida qanchadan qancha odamlar saxovat bilan, xayr ihson bilan yaxshilikka sazovor bo'ldilar, duoga qoldilar. Ba'zi birlar esa bu imtihondan o'tolmay, nafsini aytganini qilib, odamlar nazdida ham, Allohning nazdida ham xorlangan bandalar qatoriga tushib qoldi. Alloh shunday bo'lishdan o'zi asrasin. Shuning uchun kuch birlikda deydilar. Biz birgalikda sabr bilan, diyonat bilan, vazminlik bilan bu illatni albatta yengamiz. Alloh kimga taqdir qilgan bo'lsa, uning peshonasida shu bemorlik bor. Lekin taqdiriga yozilmagan bo'lsa, albatta bunday dard illatdan omonlikda. O'zbekiston musulmon idorasi raisi muftiy hazratning topshiriqlariga binoan mana yurtimizdagi ahli ilm tomonidan qanchadan qancha xatmi Qur'onlar, salovat shariflar, amali solihlar amalga oshirildiki, buni vasila qilib biz Allohdan so'radik. Zero yaratgan Qur'oni Karimda ud'uni astajib lakum, sizlar menga duo qilinglar, albatta men ijobat qilurman degan va'da qilgan. Shuning uchun biz muborak Qur'oni Karim xatmonalaridan, salovat shariflarning itmomidan duolar qildik, yaratgandan so'radik. Inshaalloh ko'pning duosi ko'l, pokiza, bag'ri keng, mehnatsevar xalqimiz astoydil qilgan duolari yaratganning dargohida qabul bo'lib, tez kunlarda bunday illat yurtimizdan, jamiki dunyodan ko'tarilib ketishi shubhasiz. Alloh subhanahu va taolo dunyo xalqlarini bunday illatlardan, bunday vabolardan o'zi saqlasin. Bu narsa hammamiz uchun bir sinov, imtihon bo'lib, bundan buyoqdagi hayotimizda faqat yaxshilik bilan, bir-birimizga izzat, hurmat bilan, mo'minning ko'ngliga xursandchilik ulashish bilan yashash baxtini Alloh hammamizga nasib ro'za aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.